Real Studio taqdim etadi. Assalomu alaykum. Sog'misiz, salomatmisiz? Ming bor uzr bezovta qildim. Hayitboy ota bilan bog'landimmi otajon? Siz bilan ayni daqiqalarda tug'ilgan kun tabriklari loyihasining kutilmagan qo'ng'iroq sahifasidan Shayxlo Azamamna suhbatda bo'lib turibdi. Otajon, bugungi Allohimizga ne'mat, Habibimizga umid bo'lgan shukronalik, shodiyonalik ayyomingiz, tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Hamisha Allohimning panohida bo'ling. Allohimdan duolar qilib neki so'ragan bo'lsangiz, Allohimiz barchasini ijobatini bersin. Suygan bandalari qatorida inshaalloh doim mukofotlasin, doimo xursand qilsin deb qolaman. Rahmat. Otajon, bugun tug'ilgan kuningiz bilan tabriklash uchun chiroyli tilaklar hamda tabrik xatlar yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi tabriknomani siz uchun kim yuborgan bo'lishi mumkin? Taxminan bo'lmasam. Kimdan deb o'ylaysiz, otajon? Rahmat sizga muloqotga kim? Taxmin qilib ko'rmaysizmi bir? Vallahi bayashqa. Mashallah, sizni juda yaxshi ko'ruvchi farzandlaringiz tomonidan, ya'ni Nazokatxon opa, kuyov o'g'lingiz Maqsud aka, nabirajonlaringiz Jasurbek, Og'abek, Ziyodaxonlar tomonidan tabriknoma yetib kelgan ekan otajon. Qolaversa Aishaxon va barcha yaqinlar o'zini eng sara tilaklarini sizga armon qilib qolgan ekanlar. Ularni baxtiga doim sog'-omon bo'lib o'zingizni ehtiyot qiling deyman va siz uchun atalgan tabriknomalar bor, yetkazib qo'yaman. Maylimi otajon? Mayli. Marhamat, qabul qilib olasiz. Sultonim tillo taxtim, g'ururim shiddat shaxtim, mening eng katta baxtim dadam bor yashamaza. Assalomu alaykum, oilamizni ustuni, chirog'i bo'lgan, salobati o'ziga yarasha ishongan tog'imiz, mehribon otajonimiz. Bugungi tavallud ayyomingiz munosabati bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bugun sizni tavallud ayyomingiz biz uchun eng katta baxt va bayram kunidir. Negaki bu hayotga sizdek mehribon, eng qat'iyatli, eng kuchli, eng dono inson dunyoga kelgan kundir. Sizni hayotingiz bu mardlik, halollik, mehnatsevarlik va insoniylikning eng go'zal namunasidir. Biz ulg'aygan sari sizni kim bo'lganligingiz, biz uchun nimalar qilganligingizni, qancha mashaqqatlarni ko'tarib bizni tarbiyalaganligingizni yanada chuqurroq anglab boryapmiz. Sizni har bir mehnatingiz, har bir maslahatingiz bizni hayotimizda yo'lchi yulduzdir. Sizni yoningizda o'zimizni doimo himoyalangan his qilamiz. Sizni borligingiz bu uyimizga fayz, totuvlik, baraka kiritib turadi. Otajon, sizni juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Boringizga ming bora shukronalar bo'lsin. Alloh umringizni uzun, sog'lig'ingizni esa mustahkam qilsin. Yuragingizga hech qachon g'am kelmasin. Doim biz farzandlar, nabiralar ardog'ida, e'zozida yuring. Uyimizni fayzi, barakasi, bosh ustuni, duogo'yi bo'lib yurishdan hech ham charchamang. Allohimizga behisob shukrlar bo'lsin sizni borligingiz uchun. Doim Allohimizni panohida bo'ling. Alloh har qadamda, har damda sizni o'z panohida asrasin, yaxshiliklarga tomon yondosh qilaversin. Sizga sog'lik, umr, baxt va orom tilab qolamiz. Sizni hayotingizga nur sochib turuvchi farishtalar doimo yoningizdan uzoqlashmasin. Bizni huzur halovatimizni ko'rib, Ka'batullohga, Makkatullohga, Madinaga takror va takror borish baxtini go'zal hoji ota degan unvon maqomlarni egasi bo'lib yuring inshaalloh. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mayliga kamlarim to'lmasa to'lmas. Qalbda ozor guli so'lmasa so'lmas. Oltindan saroyim bo'lmasa bo'lmas. Siz borsiz boylarning boyiman ota. Ko'nglimda ko'rinmas baxtning sarhadi. Peshonamda taqdir yozgan dastxati. Kerak emas boy degan hayot zarhati. Siz borsiz boylarning boyiman ota. Uyimni to'ldirgan fayzlarga boqdim. Yurakning noshukur joyini yoqdim. Bugun o'z ko'zimdan yosh bo'lib oqdim. Siz borsiz boylarning eng boyiman ota deya mana shunday chiroyli tilaklarini, go'zal she'riy satrlarini hammasini ham bugun siz uchun farzandingiz, kuyovingiz, nabirajonlaringiz yuborib qolgan ekanlar otajon ushbu ajoyib kunda. Rahmat.
inshaalloh doim farzandlar, nabiralar ardog'ida e'zozda yuring. Ularni baxtini, kamolini, rohatini ko'rib yurmoqlikni Robbimning o'zi nasib aylayversin. Sog' omon bo'ling otajon. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizga ham. Sog' omon bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, Real studiyasining ashaddiy obunachilari. Mana bugun yana bir yaxshi kunga, tavallud ayyomga yetib keldik. Sababi bugun Haypoy akamizning tavallud kuni. Haypoy akamizning tavallud kuni bilan o'g'illari Rahmatjon, O'ktamjon, qizlari Nazokat, Yulduzxon va safarda yurgan nabirasi Jasurbek nomidan tabriklab keldik. Haypoy akamizga uzoq umr tilaymiz, baxt, saodat tilaymiz. Hamisha uylariga kelsak, yaxshi kunlarga kelish nasib bo'lsin. Ana endi sekin sovg'alarni sizlarning guvohligingizda birga topshiramiz. So'zim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu, onam hoji qilaman. Tabrikimiz qabul qilasizlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Safardagi bolalarimizni nomidan keldik. Safardagi o'g'limiz Rahmatjon, O'ktamjon, qizlaringizning nomidan Nazokat, Yulduzxon va nabirangiz Jasurbekning nomidan. Umringiz uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz. Ana endi qarindoshlardan yaxshi niyatlari bo'lsa, bir jihatdan eshitsak, keyin o'yin kulgi bo'ladi, xudo xolasa. Tabriklaymiz. Yaxshi o'ynagan qizlar. Sovuqlarni yaxshi o'ynayapsizlar. Oy! Yig'ilib bilan yurib o'tirib nasib etsin. Yaxshi o'ynayapsizlar. Hayır, tebrikimiz 100 yaşlara giren, oynab kulübün, mınapam bilen koşa karınla, aktıklar hayatını görün, sağ olsun. Gol kaldı. Tamam, ne baktığımız. Xudoyim yaxshi kunlar nereda bo'lsa sizga dilimiz bor. Dasturxonlarimiz to'g'ri. Bunaqa baxtli bo'linglar, bajarlar, qo'sha qilinglar. Rahmat. Sizdan tabriklayman. Yüz yaşlara girgizler, aklı çoklar, dolanlı otobüsler başlıyor. Hem aşağıdan buraya gelip. Hayır, dolanınızdan tabriklayman. Ayakon bilen baktım. Dolayım balanız kızlar katını görün. Hayır, tuğan kızdan tabriklayman. Ular yapamdan koşa kalan. Allah'ın sırahatını görün. Afganistan uylangan to'ylarida soyirga chiqdi. Ammo o'ynab turib yurganlar. Assalomu alaykum hammaga. Aka opa tabriklaymiz o'g'illar bilan. Ular 100 yoshlarga kiring. Bizlar vaqtimizda ya jo'ralarimiz aytgandek bo'lib yuravering. Tabriklaymiz yana bir marta. Hay tabriklayman. Ulan uzoq bo'lsin, xalam bilan qo'sha qalinlar. Qarg'anish xalam bilan birga o'tirib shu axloq, sog'liqlarni rag'batga ko'rib o'tiribsizlar. Tabriklayman.
Tabriklayman doğanlarınız bilan apam bilan qo'sha qarim. Yangarim, Ata tabriklayman tug'ilganingiz bilan. Ya da gap ana. She'r ayting axir. Anam bilan 100 yoshlarga qarang. O she'r. Didush? Tabriklayman tug'ilganingizni. Hey. Kimdasa bormi? Ata tabriklayman. 100 yoshlarga qarang. Anam bilan. Ne vaqtimda sağ olun. Vaqtlarınız qiziqli ko'rgaysiz. Hamma o'sha kelsak, o'ynab kelganmiz xudoim. Bag'ni bo'g'izlar kelsak, Alloh tabriklayman tug'ilganlar bilan. Safardagi shu ukam Rahmatjon, kattalar rahmat. Safardagi bolam Jasurbek, sog'-omon yurtingizlar, Xudoy kattalarimiz qo'yib yursin. Tabriklayman. Aka tabriklar tug'ilganingiz bilan, opam bilan dankardik. Bizlarni baxtimizni hamisha sog' yurgaysiz. Aba, aka, tabriklayman tug'ilganingiz bilan, umringiz uzoq bo'lsin. Doim oldimizda o'ynab, kulib, bizlarga bosh bo'lib o'tiring. Doim yuzlarga kelganda shunday inshoolloh bo'lishimiz. Ata tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. She'r yo'qmi? Ata tabriklayman. Anam bilan Doim umringiz uzoq bo'lsin. Opam bilan dankarsiz. Tabriklayman-da. Tabriklaydi Aychaxonim. Katta bo'lsin. tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Doim bizlarni baxtimizga sog' bo'ling. Çekeceğim sen
Yegizigim avşaması Karikin edi dalası Hazır Aqtau'dan balası Sivasıgına kelgende Yegizigim avşaması Dostum benim Aqtau'da 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 Arziydi dostum Aqtau'da Aqtau'da Dostum benim Aqtau'da 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 Arziydi dostum Aqtau'da Aqtau'da Aqtau'ga bir kun baraman Dostumның kewlin alaman Qo'shiqlar aytib o'yinda Instagramga salaman Aqtau'ga bir kun baraman Dostumның kewlin alaman Qo'shiqlar aytib o'yinda Instagramga salaman Dostum benim Aqtau'da 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 Arziydi
ekan. Yigitni yolg'iz do'sti faqat ota bo'lar ekan. Yiqilganda yonida u qanot bo'lib turar ekan.